Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan aka-ukalar, usta aka-ukalar. Sizlarga bitta yaxshi ma'lumotni beramiz. Slif bilan peshana qismini tutashgan joyida mana ko'rinish figura mana shu haqida sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana buni orasi rosa yopishgan chiqadi. Bunaqa ko'rinishda bo'ladi, 15 volt rasxod bo'ladi. 1 2 4 2 bo'ladi. Ozgina qo'lda egib olasizlar. Bitta foydalanib ko'rasizlar. Yoqsa bitta like bosib qo'yasiz. Bu ko'rinishga mana bu narsani qo'yish kerak, slif tagidan. Bir ikkita videolar ko'ryapmiz, orqasidan qiynalib o'tirishibdi, orqasidan xona qo'yib, bir narsalar qoqib o'rnatishyapti. Mana shu narsani qo'yib olsalaring o'zlaringiz oson bo'ladi. Mana ko'rinishi 1.7 dan chiqqan, butun hamma yo'g'i. Birinchi bu nakonechnikni qo'yib olsalaring o'zlaringizga oson bo'ladi. Orqasidan qatirib qo'yaverasiz. Solasiz. Tayyor. Jilaveradi.